Assalomu alaykum bekanjon kuzatuvchilari. Xudo xolasa Toshkent indeksda mashinalar narxi juda ham arzonlab ketdi. Tushunmayapman nima bo'lyapti, to'g'risini aytaman. Mashinalar narxi sizlar kutmaganda arzon bo'ldi. Savdo yo'q. Birinchidan shu tomonlama mashina narxi kundan kun tushib bormoqda. Xo'p, ko'rsatib o'tamiz. GAC Ion i60 mashinamiz hozirgi kunda 18 diskada mana turibdi, sotuvda tayyor. Oq rangi, ichi qorasi ham bor. Xo'p, mashinamiz narxini 24,5 ming qo'ydik. Bir oy garantiya beriladi. Kimga kerak bo'ladi bo'lsa, ekranda ko'ringanga qo'ng'iroq bo'ladi. Bu avtomobilimiz 2025-yil gibrid avtomobili. Xo'p, bu yerda 2 yil garantiya so'raganlarga 2 yil garantiyaligi ham bor. Bu mashinamiz narxini 25 ming dollar qo'ydik. 2 yil garantiyasi olib kelsalar bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi donfeylar bor. Donfeylarimiz 29,200 dollardan rusifikatsiya, garantiya, polik, tonirovka, parok hamma narsasi bilan birga 29,200 dan qo'ydik. Qora oranjiy, oq oranjiylar nalichada qoldi. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilsa bo'ladi. Ichki ko'rinishlari bu avtomobilimiz to'g'risida 215 km masofani bosib o'tadi. Realni 180 atrofida yuryapti olgan odamlar. Mashinamiz hozirgi kunda sotuvda tayyor turibdi. Hamma mashinaning minusi bor deb, bu avtomobilimizda ham minusi bor. Oldiga olganlardan keyin setka qo'yib qo'yishlar kerak. Ya'ni jalubisi buzilib qolmaydi. Setkalarimiz ham hozirgi kunda sotuvda tayyor turibdi. Xo'p, mana mashinalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, bu yerda Zikr 001 U pozitsiyasi hozirgi kunda sotuvda tayyor turibdi. Oq rangi, ichi qorasi qoldi, bir dona. Mashina narxi 51,5 deyapti. Yana kelishadigan joy bor. Yaqinda qora sotildik. Bu 701 talik, lekin 656 km yuradi. Restaning batareyka sig'imi 100 kW, 22 diska ballonlarda mashinamiz. Tomlari gazli tom, xohlagan rangiga o'zgartirsangiz bo'ladi desam g'alati bo'lib qoladi. Gazli degani to'qlashtirib, xillashtirsangiz bo'ladi. Ya'ni tomini gazli, issiq o'tkazmaydi. 51,5 deyapti, yana kelishadigan joylari bor. Xo'p, Biadi Xan avtomobilimiz bu 33,5 ming 700 bitalik lidarli full komplektatsiyasi 2024-yil 8,5 ming yurgan. Bu mashinamizni ham sizlar xarid qilsanglar bo'ladi. Mashinaga garantiya berilmaydi, bir qator ustalar bo'lsa tekshirib olasizlar. Mashinamiz narxini xudo xolasa sizlarga 3,5 ming qilib beramiz. Xo'p, S05 avtomobilimiz gibrid 25 ming deb turibdi. Xitoyliklar 2026-yil modelligi uchun, ya'ni 2026 kuzov. Ichki ko'rinishlari Depal S07 bilan bir xil hidoblari bor, masajlari bor, hamma narsasi bor bundan. Bagi habblari ham bor. 25 ming deyapti, ya'ni kelishadigan joyi bor. Bitta 24,800 ga berib olish mumkin. G118 full komplektatsiya deganisi. Bu avtomobilimiz narxini 32,5 ming deyapti, ya'ni kelishadigan joyi bor. Ustida mashinani gaplashamiz. Bir dona qoldi. Yo'lda kelayotgan yashillar bor. Hozirda qora salonligi qoldi. Bu 20 diskada full komplektatsiyasi, pnevma masajlari, plyusoskalar bor. Burada diodlari ham bor. Mashinamiz narxini 32,5 ming deyapti, kelishtirib beramiz. Bu Dongfeng. Xo'p, bu mashinamiz arzonroq qoldi. 230 litrani 8 mingga beramiz. Faqat bitta qoldi bundan. Qoragi fioletli salon. S07 230 ultra. Kimda kerak bo'lsa avtomobil ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Mashinamizdan bir dona qoldi. Bitta Donfeylar aytib o'tdim. Zikirlarimiz kelgan, mana ko'rayotgansizlar 9X. Bunisi 117 ming deyapti, 113 ming. 113 mingga beriladi mana Zikr. Tuh motor, manaqa diskasi boshqacha. Denzalari bor. Denzaning restylingi ular haqida ham keyingi videolarda ma'lumot berib o'tamiz. Leopardlar, gaklar va hamma mashinalarimiz sotuvda tayyor turibdi. Depal S07 215 Max 26 ming deyapti, kelishtiradigan joyi bor.
qora garanji, mokri garanji hammasidan bor. Bu ham 26-chi kuzov bo'lishi kerak. T05, 26 kuzov mana. T05 avtomobilimiz sotuvga tayyor turibdi. Bu vidalari bor. Full komplektatsiyadagisi $24,800 adashmasam. Mana kelishsa bo'ladigan joy bo'lsa aytib o'tamiz. Kimga mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilsalar bo'ladi. Hozir Toshkent Indeksdamiz. Qolgan avtomobillarni ham xudo xohlasa qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tamiz. Bizni uzoqlashmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa arzon narxlarga beramiz yana.